O'zbekistonni siyosat darajaga ko'targan, davlat siyosati darajaga ko'targan choralar quyidagi masalalarga jalb qilinadi. Birinchidan, avvalambor harbiy kuchlarimizga e'tiborni yanada kuchaytirish. Harbiy kuchlarimizga va har tomonlama bugun armiyamizga, turli birlashmalarga, turli vazirliklarga, harbiy kuchlarga bir so'z bilan aytganda e'tiborimizni karra kuchaytirishimiz kerak. Nima deganda, ayni harbiy kuch mustaqillikning asosiy garovi emasmi? Armiyamiz kuchli bo'lmasa, mana shu o'zimizni chegaralarimizni daxlsizligini himoyalashga, xalqimizning tinchligini, osoyishta hayotini himoyalashga qurbi yetmasa, armiyamiz kuchli bo'lmasa, zarba berishga tayyor bo'lmasa, har tomonlama zamonaviy qurol yarog'larga ega bo'lmasa, aytinglar, bizlar mustaqil bo'la olamizmi degan savol paydo bo'ladi. Xalqimizni ishontirib aytamiz, armiyamiz faqatgina O'zbekistonni bugungi kunni, ertangi yorug' kunni himoyalaydi va bunga albatta qodir bo'lishga bizlarning kuchimiz yetadi.